PUBG Mobile 5 versiyasidagi yangi Naruto rejimini 9 ta qobiliyatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi ninja yugurishi. Bu qobiliyatda biz Naruto animesidagi qahramonlarga o'xshab yugurishni boshlaymiz va yaxshigina balandga sakray olamiz. Undan tashqari suvda ustida ham bemalol yurishimiz mumkin. Ikkinchisi Rasengan. Bunisida esa dushmanlarga shunaqa ko'k shar bilan hujum qila olamiz yoki-da tez harakatlanib uzoqda yaqin qilsak ham bo'ladi. Uchinchisi uchar Raijin texnikasi. Bu teleport qobiliyati bo'lib, shu nayzani istagan joyimizga otamiz va otgan joyimizga teleport bo'lib qolamiz. Yangi rejimdagi eng foydali qobiliyatlardan biri. To'rtinchisi Chidori. Bu deyarli Rasengan bilan bir xil, shunchaki elektr toki bilan dushmanlarga hujum qilamiz xolos, hech qanaqangi noodatiy joyi yo'q. Beshinchisi Soya kloni texnikasi. Bu ham eng zo'r qobiliyatlardan biri, sababi bu orqali biz o'z personajimizni 3 tagacha klonlarini yaratib, dushmanlarni chalg'itishda ishlatishimiz mumkin va xohlagan klonimiz bilan joyimizni almashtirib olsak bo'ladi. Oltinchisi Loy devor texnikasi. Bunda esa biz o'zimizni himoya qilish uchun shunaqa katta devor chiqarib, dushmanlardan saqlanishimiz mumkin. Yettinchisi olov texnikasi. Personajimiz qo'li bilan kuf-suf qilib, og'zidan olovli shar chiqarib, dushmanlarga purkay oladi va shar tekkan joyda maxsus olovli maydoncha ham chiqib qoladi, xuddi kokteyl molotov otilganga o'xshab va bu dushmanlarning jonini ham yaxshigina oladi. 8-inchisi o'rin almashish texnikasi. O'yin davomida jonimiz 10 yoki undan kamayib qolsa, personajimiz shu zahoti to'nkaga aylanib qoladi va 1 sekundda yana tirilib, dushmanga qarshi hujum qilsa bo'ladi. Bizni o'limdan 1-2 sekundga saqlab qoladigan zo'r qobiliyat. Va nihoyat eng oxirgi va eng zo'r texnika bu qayta tiriltirish. 5 versiyamizda mabodo sherigimiz o'lib qolsa, endi xaritadagi tiriltirish joylariga borib yotmaymiz. Shunchaki shu texnika orqali sherigimizni o'zimizni oldimizga qayta tiriltira olamiz. Shu ko'rinishda tiriladi. Animatsiyasini ham chiroyli qilib ishlashgan, xuddi animedagi mana shu moment bilan bir xil. Bu esa tiriladigan odamda ekrandan ko'rinishi juda ham chiroyli ishlashgan. Bitta minus tomoni bor. Bu noyob qobiliyatlarga kiradi va topish juda ham qiyin. Xullas, 5 versiyamizdagi yangi qobiliyatlar shulardan iborat. Qaysi qobiliyat sizga ko'proq yoqdi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. PUBG Mobile uchun ishonchli va avtomatlashtirilgan UC ni profilimdagi Level Pay botidan xarid qilishingiz mumkin.